kerakligingiz bo'lsa, ikkinchi, uchinchi o'g'ilga ergating. Birinchi kelin bo'lib tajriba quyonchasi bo'lmasligi uchun. O'zi ham na qaynonani, na kelinni birinchi kelinda o'piti bo'ladi. Ko'rmaganni, ko'rgani qursin deb hamma narsani sarpe qildirib olishadi. Xudo, kelin salomni televizor qani? Hech qanaqa mas'uliyat sizni bo'yningizda bo'lmaydi. Nima bo'lsa, katta kelin o'rgatmagan bo'ladi. Xullas Ovsinjon shaltog'ingiz ham bilinmay ketadi. Mullakangiz ukamni uylantiribman deb yiqqan terganlarni olib, uy remontini boshlaydilar. Remontdan chiqqan uyga kelin bo'lib tushasiz Ovsinjon. Zamon o'zgarib, mebelingiz ham bizlarni bo'ynimizga tushib ketadi. Boshimdan o'tgani uchun oyjon xonangizga kirib narsalarni titkilamasliklariga faqat siz bilan meni barmog'imda ochiladigan shunaqa tortmalik seyf qo'ydirib beraman. Katta hovlim menga qolsin deb bo'lib bo'lib chiqinglar deb eng zo'r mexanizmda mebel yasatib beraman. Umuman o'pdi hamma narsani sindirib tashamayman deb. Hali hech kimda yo'q oshxonangizga eng zo'r mexanizmni qo'ydirib beraman. Voy qizlarjonlar, hozir o'zida bu videoni turmush o'rtog'ingizga yuborib qo'yinglar. Tez kunda remont yoki yangi uyga ko'chayotgan bo'lsanglar, Furnimax furnituradan shunaqa katta showroomga kelib, hamma mexanizm furnituralarni ko'rib, uyingizga zakaz qildirsanglar bo'ladi. Adresligi shundoq Qorasaroy Korzinkani oldi, Safiyskiy yo'lida. To'xting, yurichani bosib qo'ying, qo'ynim ko'tariladi.